Bugun Yuqori Chirchiq tuman hokimi Uskenbay Atemov tuman markazida joylashgan Abu Hanifa jome masjidida bo'lib, hududda amalga oshirilayotgan qurilish va ta'mirlash ishlarining borishi bilan tanishdi. Tashrif davomida masjid binosi va unga tutash hududlarda yaratilayotgan shart-sharoitlar, qurilish ishlarining sifati hamda belgilangan muddatlarda bajarilishi masalalari muhokama qilindi. Tuman hokimi qurilish ishlarini yuqori sifat darajasida amalga oshirish, namozxonlar uchun qulay va zamonaviy sharoitlar yaratish muhimligini ta'kidladi. Ayniqsa, ayollar namozxonasida xotin-qizlar uchun barcha zarur qulayliklarni yaratish, sanitariya-gigiyena talablariga to'liq rioya qilish hamda hududni obodonlashtirish bo'yicha mas'ullarga tegishli topshiriqlar berdi. Shuningdek, qurilish jarayonlarida xavfsizlik qoidalariga qat'iy amal qilish, ishlarning sifatini doimiy nazoratda ushlab borish va masjidning har bir qismi namozxonlar uchun munosib va qulay bo'lishi lozimligi qayd etildi.